Turkmaniston O'zbekiston chegarasi bozor narx-navoni chiqarib turgandan keyin bizani do'konchilar meni yomon ko'ribdi. Dim narx-navoni oshkora qilaverma. Bizlar ham yondan narsa olib kelib sotib o'tiribmiz deb aytib turibdilar. Endi nishaytamiz, axir narx-navo chiqarish kerak-ku. Turkmaniston tarafdagilar talab qilgandan keyin sizlarga baholarni ko'rsatishimiz kerak. O'zim ham narsa olmoqqa keldim, xudo xolasa do'stlarimiz. Yana bir yoshkini olaman, xudo xolasa. Nechalaringiz buni yoshkini? Ichida podarka ham chiqading buni. 132 shunda bir yoshkini hisoblab beringmi? 136 ming so'm 5 litrlikdan xudo xolasa kelishib oldik mana. Bir yoshkini. Zo'r shampunimiz bormi? Qimmat bo'lsa qimmat bo'lsin bahasi. Nechadan shu? Bu 11. Ha, bu 11 ming so'm shampunimiz. Qaysi yaxshida bo'laysiz? Bunda yana bir keratin deydi. Keratin. Saçınız tekizlikte. Ha. Bu 11dan shunda. 11 korobkaya 10,5 bo'ladi. Aha. Mana keratin shampun oldik 11 ming so'mdan. Bir blok qalatamiz 10 ming so'm tushadi ekan. Ha, bloki bilan olsangizlar ichida fen ham chiqaveradi ekan. Turkmanistonda eng zo'r pasta qaysisi bu yerda? Shularning Şularımız yine 10 bin so'mdan deymiz, lekin blokimizda 8 bin so'mdan doğru blok 8dan to'g'ri keladi. Blokunda 8 danası var, 8 bin so'mdan doğru gelir şular. Mesela 10 ming so'mdan bo'lsa, ikkini oldik, xudo xolasa. Zo'rida tavsiya qildilar Turkmanistonda, zo'ri. Nechadan bo'ladi cho'tkalar? İkisi 5 ming. Pullarini hisoblab bering buningni. Bir yüz 170 100 50 170. Yaxshi, rahmat, sog' bo'ling.